Hammaga salom, sizlar bilan men Quvonchbek Shomurodov. Bugungi videoda gravitatsiya nima ekanligi, Albert Einsteinning umumiy nisbiylik nazariyasi va vaqt makon qanday ishlashi, koinot qanday tashkil topganligi, qanday tuzilishda ekanligini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Biz Albert Einsteinning ixtirosiga qadar gravitatsiyani Isaac Nyutonning gravitatsiya qonuni asosida tushunganmiz. Xo'sh, bunga ko'ra gravitatsiya nima edi? Nyuton gravitatsiyani shunday ta'riflaydi: har qanday ikki jism o'z massalarining ko'paytmasiga to'g'ri proporsional va ular orasidagi masofa kvadratiga teskari proporsional kuch bilan tortiladi. Ha, eshitilishi juda ham murakkab, to'g'rimi? Ammo animatsiya bilan bu juda ham sodda. Nyutonga ko'ra koinotdagi barcha jismlar vaznga, ya'ni massaga ega va har qanday vaznga ega bo'lgan jism bir-birini tortadi va bu tortish kuchini vujudga keltiradi. Ammo bir jism ikkinchi jismga qaraganda kattaroq bo'ladigan bo'lsa, kattaroq jism kichkina jismni o'ziga tortadi va bu tortish kuchini vujudga keltiradi. Ammo yana bir qonun borki, jismlar o'rtasidagi masofa qanchalik uzoq bo'lsa, tortish kuchi kvadratiga kamayadi. Bu nima degani? Masalan, Yer Quyoshdan 2 barobar uzoqlashsa, Quyoshni tortish kuchi 4 barobar kamayadi. Agar 3 marotaba uzoqlashsa, 9 martaga tortish kuchi kamayadi. Ammo bir savol tug'iladi. Quyosh shunchalik katta va kuchli tortish kuchiga ega bo'lsa, nega Yer Quyoshga borib urilmaydi? Nyuton shunday javob beradi. Yer inersial obyekt, ya'ni doimiy harakatda bo'ladi va Yer har doim bir tekis chiziqda harakatlanmoqchi bo'ladi. Ammo Quyoshning tortish kuchi Yerni Quyosh atrofida aylanishga majbur qiladi. Nyutonning ushbu nazariyasi o'z vaqtida barcha tomonidan birdek qabul qilingan. Ammo 20-asr kelib bir savol tug'ildi. Yer va Quyosh o'rtasidagi masofa taxminan 150 million kilometr bo'lsa, qanday qilib Quyosh Yerni o'ziga tortishi mumkin? Shu onda janob Einstein katta sahnaga chiqdi. Einstein uchun gravitatsiya bu tortish kuchi emas. Xo'sh, unda savol tug'iladi. Unda nima bizni tortib turibdi? Gravitatsiya nima? Va janob Einstein umumiy nisbiylik nazariyasi orqali bu savollarga javob berdi. Albert Einsteinning umumiy nisbiylik nazariyasiga ko'ra, butun koinot yumshoq matoga o'xshab tashkil topgan. Masalan, mana bunaqa. Albert Einstein fanga makon va vaqt tushunchasini kiritadi. Unga ko'ra, butun koinot 4 ta qismdan iborat, ya'ni 3 ta makon va 1 ta vaqt. Ya'ni koinot qanday tuzilgan desa, koinotdagi 3 ta makon shu tartibda tuziladi. Mana misol uchun, balandlik, kenglik va uzunlik. Va bu koinot tashkil qiladi. Koinot tashkil qiladigan 3 ta makon mana shulardan iborat. Va buning ichida vaqt ham bor deydi. Nyutonga ko'ra, vaqt makondan tashqarida edi, klassik fizikaga ko'ra. Ammo Einstein makon va vaqt tushunchalarini birlashtirdi. Koinotning vaqt va 3 qismli makondan tashkil topganligini ko'rib oldik. Xo'sh, endi koinotni qanday tuzilishga ega ekanligiga qaytsak. Koinot yuqorida aytganimdek, Albert Einsteinga ko'ra yumshoq matoga o'xshaydi. Va yumshoq matoda hech nima bo'lmasa, to'pni videoda ko'rayotganingizdek uloqtirsangiz, tekis harakat qiladi. Ammo matoning o'rtasiga siz og'ir jism qo'yadigan bo'lsangiz, u og'ir jism massasi yuqori bo'lganligi hisobiga matoni egadi va uni atrofidagi boshqa jismlar, boshqa yengilroq jismlar endi tekis emas, balki ko'rayotganingizdek aylana shaklda harakat qila boshlaydi. Demak, Yer Quyosh atrofida Quyoshning tortish kuchi natijasida emas, balki egilgan makonda to'g'ri chiziq bo'ylab makonning egilishi natijasida aylana shaklda harakat qilyapti. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Einstein buni qanday qilib aniqladi? Einstein buni dastavval xayoliy tasavvur orqali aniqladi, keyinchalik matematik teoriyaga aylantirdi. Keling, buni ham ko'rib chiqamiz. Masalan, Einstein binodan qulayotgan odamni tasavvur qildi. Va binodan qulayotgan odam uchun hech qanaqa tortish kuchi va bosim yo'q. Ya'ni u binodan qulayotgan odam hech qanday
vaznni his qilmaydi. Hatto o'zini vaznini ham his qilmaydi. Va xuddi shunday holat Yerdan tashqarida, ya'ni kosmosda ham sodir bo'ladi deb hisoblaydi. Ya'ni kosmosda ham inson hech qanday vaznni his qilmaydi. Ya'ni kosmosdagi odam va binodan qulayotgan odamning holati Eynshteynga ko'ra bir xil. Xo'sh, unda savol tug'iladi. Agar kosmosdagi va binodan qulayotgan odamning holati bir xil bo'lsa, biz nega Yerga qulayapmiz va nega Yer bizni o'ziga tortyapti? Keling ko'rib chiqamiz. Masalan, fazodagi odam bir raketani ichida turibdi. Agar raketa harakatsiz bo'lsa, odam hech qanaqa vaznni his qilmaydi. Ya'ni uchayotgandek holatda bo'ladi. Lekin agar biz raketani sekundiga 9,8 metr tezlikda harakat qildirsak, raketani ichidagi odam ko'rib turganingizdek Yerga qulaydi. Ya'ni Yerdagi qila oladigan hamma ishni 9,8 metr sekundiga harakat qilayotgan raketa ichida ham qilish mumkin. Va qiziq jihat shundaki, 9,8 metr sekundiga tezlik bu Yerning tezligi. Ya'ni gravitatsiya bu aslida Yerning tortish kuchi emas, balki Yerning harakatida, tezligidan kelib chiqayotgan itarish kuchi. Ya'ni Yer bizni o'ziga tortmayapti. Yer bizni o'z vaznimizga qarshi itaryapti. Ya'ni biz xuddi kosmosdagidek qulayapmiz va Yer bizni o'z harakati natijasida tepaga itaryapti va shu natijasida biz Yerda turibmiz va shu gravitatsiyani vujudga keltiryapti. Xullas, ko'rganingizdek, gravitatsiya bu Nyuton ta'kidlagandek og'ir jismlarni yengil jismlarni o'ziga tortishi emas, balki Yerning egilgan makonda harakati natijasida vujudga kelayotgan itarilish kuchi va Yerning tezligi bizni Yerda Xullas, gravitatsiya bu Yerning 9,8 metr sekundiga harakati natijasida vujudga kelayotgan itarilish kuchi. Va umumiy nisbiylik nazariyasi nafaqat gravitatsiyani tushuntirdi, balki butun koinotning qanday ishlashini tushuntirdi. Va bu shunchaki ajoyib. Va men hozir 3D formatdagi bir videoni qo'yaman va buni ko'ring va bu koinotning qanday ishlashini sizga to'liq ko'rsatadi.